degani nima? U muzika faqat bir marta ijro qilingan xolosmi? Nima old school rap eshitib yurganlar misol aytishlari mumkin, "Ya oldin zo'r edi" deyish mumkin. Yo'q, hali-ku izlanishim kerak deb o'ylayman. 22-55 haqida gapirganingiz. Instagramda ham xuddi shunaqa vaqtni ko'rsatib turgan soat bilan rasm bor ekan. Bu nimani anglatadi yoki nima bilan bog'liq? Bu savolingizga obyektiv javob berishim mumkin, subyektiv javob berishim mumkin. Uni уже Asalbaymanga jo'natish kerak, chunki men ovozini yozib turib Asalbayanga tashlaganman. Sizda ijodiy krizislar bo'lib turadimi? O'zingizda tushuncha bormi shu narsa haqida demoqchiman. Qancha ko'p narsa bilsangiz, shuncha kam narsa bilgan bo'lasiz. Salom do'stlar, biz Afisha.uz'da uzoq kutilgan intervyuni va nihoyat boshlamoqchimiz va bizning studiyada siz ko'p vaqtdan beri so'ragan Minor janoblari. Aka, xush kelibsiz. Studiyamizga ko'rib turganingizdan xursandmiz. Rahmat, xushvaqt bo'linglar. Hammaga salom. Sizni juda ko'p paytdan beri so'rashdi. Shuncha paytdan beri reperlar bilan intervyu qildik. Kommentida doim so'rashdi sizni. Minordan bo'lsin, minor bilan bo'lsin deb. Mana bugunga nasib qilgan ekan, Xudo xolisa. Bir yaxshi suhbat qilamiz degan umiddamiz. Boshida endi ko'p gapirgansiz bu haqida, lekin nickname haqida to'xtalsangiz, bu intervyularingizda даже qish yaqinda ham aytgan ekansiz buni. Bu musiqiy termin, to'g'rimi? Minor. Va ustozingiz bilan bog'liq bu. Nunda prosta. Asha qisqacha aytib bera olasizmi shuni? Tarixini. Oldin aytib, qaysidir intervyuda adashmasam aytib bergan edim. Narsani. Xullas shu muzikaga kirganimdan keyin endi o'rgatishni boshlashadi-ku, minor, major, balo, battar, xullas o'zini nimalari bor o'rganadigan. Jihatlari bor. Xullas muzika yoki minorni tonalistda yozilgan bo'ladi yoki majorni tonalistda yozilgan bo'ladi. Menga как бы majorni tonalistda yozilgan muzikalar hozirgacha qanaqadir bir qanday tushuntirsam ekan sizga? O'zi tushunasizmi, muzikada bormi o'quv? Taxminan bilim yo'q. Xullas deylik, jarangdor muzikalar bo'ladi-ku, как бы quvnoqlikka yetaklovchi yoki bir xullas hozir pianino bo'lganda tushuntirib berardim. Minor sal g'amginroq. Tonalist. Xullas o'sha minor tonalist yoqurgani uchun endi baribir shkolniy programmada o'zini programmalari bo'ladi, o'shalarni majbur o'rganishingizga to'g'ri keladi. Xullas majorniy tonalistdagi muzikalarni o'rganishni yoqtirmasdim. Endi baribir o'qituvchi sezadi-ku, o'quvchi nima qilyapti, nima qilmayapti. Xullas shuni orqasidan kelib chiqqan nickname. Xullas qisqacha qilib aytganda muzikalniy termin minor. Qaysi maktabda o'qigansiz? Qaysi yo'nalishda? Qaysi maktabda, qaysi yo'nalishda? Oddiy muzika bo'yicha. Muzikalkada shu o'zimizning rayonda 2-muzikalniy shkolada o'qiganman. Fortepiano spesialist. Endi qaysi voqeadan keyin yoki nima sabab bo'lgan siz endi bo'ldi musiqa bilan shug'ullanaman degansiz? Shu yo'nalishda ketaman. Adashmasam buni ham qaysidir nimada aytib bergandim. Xullas bitta qarindoshimiz menga muzikalniy o'zi boshida 2 yil ham majburlaganlar. Majburlab kirasan nima qilgan? Muzikaga shuni turib tursin nima dedi shu fikrga. Xullas meni majburlab berganda muzikalkaga, tushundingizmi? Yoqtirmasdan qaysi o'g'il bola endi muzikalkaga kirishni xohlaydi. Shu majburlab bergan, majbur kirib yurganman, endi baribir uni so'kishi mumkin. Kirasiz, aytganini qilasiz, keyin kundan bir kun shu tug'ilgan kunimga bitta qarindoshimiz muzikalniy klassический disk podarka qilib qo'ygan. Hozirgacha o'sha disk turibdi, adashmasam uyda qaysidir polkalarda. O'sha diskda bitta muzikani eshitib qo'yganman. Ana o'sha muzika qanaqadir qattiq yoqib qolgan, imенно pianinoda chalingan, ijro qilingan. Va o'sha muzikani men ijro qilaman, короче, notasini topib deb, shundan motivatsiya olib, o'sha muzika bilan shug'ullanishni boshlaganman, texnikamni oshirishni boshlaganman, o'sha konkurslarga qatnashishni boshlaganman. O'sha muzikani notasini topib bir kun baribir o'rganaman deb, o'sha keyin bo'ldi, o'zingiz baho berasiz-ku, meni texnikam endi yetadi, mana endi o'rgansam bo'ladi. Deb kelgan haligi muzikani notasini oqtarishni boshlaganman, haligacha mana topganim yo'q o'sha notasi. Yo'q. Qaysi muzika edi o'zi? Manolo Carrasco degan kompozitor. Birinchi balladasi Cantabria. Va u muzikani mana masalan
oddiy misol Baxtda preludyasi deylik yoki Beethovenning sonatasi deylik. Yozsangiz internetga million xil versiya chiqadi. Hamma muzikant har xil qilib cholgan, har xil ham qanaqa o'sha notani choladi, просто o'zini исполнениесida. Ijrolari ko'p, versiyalari. U muzikani mana yozadigan bo'lsangiz, faqat bir xil versiya MP3 topishingiz mumkin xolos. Bu degani nima? U muzika faqat bir marta ijro qilingan xolosmi? Yo'q, notasi ham. Hech qanaqasiga topishni iloji bo'lmagan. Hozirgacha yo'q. Hozirgacha topolmaganman demoqchiman. Demak, klassikaga haligacha qiziqasiz, o'zingiz klassika eshitib turasiz. Da endi oldingidek hali nima deydi? Mukkasidan ketgan emasman klassikaga. Hozir misol boshqa ishlar ham bor, baribir shaxsiy hayotda ishlar bo'ladi, yana undan tashqari o'zingiz tushunasiz. Ishlar ko'p. Vaqt topganda misol fortepianoga inogda 2 haftalab o'tirmay qolaman, vaqt bo'lmaydi, toqat bo'lmaydi, inogda charchab qolasiz. Bunaqa aspektlar ham bor. Bo'lmasa boshida siz klassika bilan boshlagan bo'lsangiz, fortepiano bilan boshlagan bo'lsangiz, repga qiziqish qachon paydo bo'ldi? Qanaqa bu yo'nalishga o'tib ketib qoldingiz? Repga o'zi nima deydi? Oldindan menga rep yoqardi. Asha russkiy rep, albatta shunaqa replarni eshitib yurardim. Chorniy bumerdan aytaymi? Chorniy bumerdan emas. Даже Candy Shop bilasizmi? 50 Cent'niki. U paytda adashmasam 4-sinf edim. O'sha muzikani birinchi marta eshitib qolganimda oldin kompyuterxonalar bo'lardi-ku, ko'p bo'lardi oldin game klublar. Baland qilib muzika qo'yib qo'yishardi, anaqa subwooferlarda. Shu o'tib ketayotsam, shu Candy Shop birinchi marta eshitib qolganman endi o'ylayman, birinchi marta eshitib reaksiya. Представь лицо. O'sha yoqib qolgan rap. Demak, birinchi professional trek qachon chiqdi keyin? Endi professional deb aynan nimani aytish mumkin? Internetga chiqarsa bo'ladigan, bo'ldi, mana shu meni produktim deb ko'rsata oladigan birinchi trekingiz qachon bo'lgan? O'sha 2014 da bo'lgan. Siz ham menimcha eshitgan bo'lsangiz kerak, endi bilmadim, eshitganmisiz yo'qmi? Beshafqat hayot degan trekimiz. Eshitganman. Shu paytda aytib qo'ygan edik. Bundan bir necha yil oldingi intervyularingizda, ko'rsatuvlarda O'zbekistonda rep yo'q deb aytgansiz. Bundan keyin qanchadir vaqt o'tdi, fikr o'zgardimi? O'sish bor, ancha o'sish bor. Mana o'zingiz ham prosta qarab ko'ring. Oldingidek emas. Hozirgi yangi chiqayotgan reperlar ham, misol yangi chiqayotgan reperlarda ham даже qanaqadir o'ziga yarasha stil tanlashga harakat qiladi. Muzika minusini avtorskiy qilishga harakat qilishadi. Oldingidek emas. Hozir demak bor. Hozir siz nechaga kirdingiz? 23. 23 ga kirgan bo'lsangiz, siz 2012 dan tortib 2000 где-то 15, 16, 17-yillargacha bo'lgan rep davrini eslay olasizmi? Qanaqa bo'lgan? Вообще kasha edi, to'g'rimi? To'g'ri. Bardam. Hozir unaqa emas. Deyarli yo'q edi. Faqat dislar bo'lardi. O'sha dislar ham kasha bo'lganda, вообще umuman. Hozir misol o'sha paytdagidan ko'ra ancha nimasi bor. Farqi bor. Endi nima old school rapni eshitib yurganlar misol aytishlari mumkin, oldin zo'r edi deyish mumkin. Prosta u paytda bularga bu dis degan narsa yangilik bo'lgani uchun qanaqadir boshqacha ощущение bergan. O'sha paytda. Shuning uchun shunaqa tuyuladi. Rapda dissi o'rni qanaqa? Masalan, dissiz rap bo'lardimi-da? Bo'laveradi. Chunki da endi desam rap bir turi. Masalan, imенно shu sabab bilan ko'pincha uni san'at hisoblashmagan. Ko'p pastga urib kelishardi shu paytgacha dis sababli, so'kinish so'zlari borligi sababli. Mana siz nima deb o'ylaysiz? So'kinish so'zlar qiymatini tushirmaydimi trekda? Tushiradi, lekin shunaqa joylari bo'ladiki, даже vazn qo'shib berishi ham mumkin. Prosta ishlatishni bilish kerak so'zni. Hozirgi o'zbek rapida ko'proq qaysi mavzular ko'tarilishi kerak deb o'ylaysiz? Hozir juda kam u mavzu. Siz ko'rmayapsiz, mana shu mavzu ko'tarilmayapti deb o'ylaysiz.
ko'tarilmayapti deyolmayman. Ko'tarilyapti. Ko'tarilayotgan bo'lishi ham mumkin даже. Misol nima deydi? Men eshitmagan nimalarim ham bo'lishi mumkin, treklarim ham. Именно aynan narkomaniya haqida ko'proq chiqish kerak deb o'ylayman. Именно bu narsani romantizировать qilib emas, наоборот, trezvi hayotga chorlab insonlarni. Chunki ko'p yoshlar hozir подчем-то уже. Обязательно nimadir употреблять qiladi. Bu короче здравый hayot emas-da. Buni oxiri aql o'rgatish menga emas, u hammaga, endi hamma biladi-ku baribir buni yaxshi narsa emasligini, to'g'rimi? To'g'ri. Menimcha bu bo'yicha ba'zi harakatlar bor-da. Treklar eshitganman, ba'zi treklar. O'shani zo'r qilib konkretno yozish kerak-da. Qozoqlarda bu bo'yicha kinolar ham bor, alohida. O'sha kinoni ham употреблять qilib olib ko'radi, прикинь. Reperlarni shunaqa deyishadi ko'pincha. O'zi umuman ijodkorlarni shunaqa deyishadi. Nimadir hamma ijodkor nomidan gapirmayman, lekin men trezvi hayot olib boraman. Va shu tarafdoriman. Hammani ham shunga chorlab qolaman. Tabu mavzularchi bormi sizda? Masalan, umuman bu mavzuda qo'shiq aytmayman degan mavzularingiz bormi? Bilmayman. Ota-ona mavzusi menga qanaqadir o'ta og'ir tuyuladi. Yozganga yarasha konkretno zo'r qilib, ideal darajada qilib chiqarish kerak yoki вообще qo'ling tegizma bu mavzuga, chunki bu svitoy mavzu. Yaqin orada tegmoqchi emassiz bu mavzuga? Bilmayman, yo'q. Yozib ham qo'yganman. Shu yil balki chiqarib ham qolarman. Qachon chiqaraman? Qachonki o'zimning ko'nglim 100% to'lsa. Ona haqida. Hozir progress treki bor sizda. Unda hozirgi kundagi trendlar, axloqsizlik, mana shu madaniyatsizlik tanqid qilingan, tushunishim bo'yicha. To'g'ri tushunganman? Trekning ikkinchi nomi ham TikTok. TikTok.uz. Siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, bloger, reper, jurnalist, umuman ijodkor odamda ijtimoiy mas'uliyat bo'lishi kerakmi? Ijtimoiy mas'uliyat hammada bo'lishi shart, chunki sizni tarqatayotgan materialingiz yoki o'sha ijodingiz mahsuli qachon, qayoqqa yoki kimning qo'liga yetib borishini bilmaysiz, uni kontrol qila olmaysiz. Yosh bolalarning qo'liga ham borishi mumkin. Yosh bolalarning tarbiyasi tez buziladi, ayniqsa o'tish davrida bo'ladigan bo'lsa. Именно shu treklaringizda ham ko'p yoshlar, bolalar tarbiyasi haqida ham gapirasiz. Ular buzilib ketayotgani. Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz ota bo'lmay turib, hali bola tarbiyasi haqida gapirishga qanchalik haqliman deb o'ylaysiz? Bu bola tarbiyasi haqida gapirganim yo'q. Hozirgi yoshlarning umumiy ahvoli haqida. Xo'p, aynan qaysi qatorini aytyapsiz? Shu qatorni menga sitata qilib bering. Yo'q, umumiy anaqa taassurot bu. Hozir imенно qaysi qator deb aytolmayman, bu umumiy taassurot bu. Yo'q, misol boshqacha gapirilganga boshqacha taassurot berib qolishi ham mumkin. Может, boshqa siz noto'g'ri taassurot olgandirsiz. Imенно qaysi qator aytganimni nima? Yo'q, hozir aniq eslolmayman buni nima qilayotganimni, lekin har xil tushunilgan bo'lishi mumkin. Boshqacha tushungan bo'lishi mumkin. Endi misol men aytgan qatorim bor, bular ma'nosi tipi kelajakda qanaqa qilib farzandiga tarbiya beradi degan ma'noda yoki farzandlaring katta bo'lsa, именно progressda emas, bu boshqa treklar bo'lishi ham mumkin. O'sha qatorlarni yozolmabsiz-da, osonroq bo'ladi dialog qurishimiz. Bitta tushuntirib bergan bo'lardim. Xo'p. Chunki siz hozir umumiylashtirib gapiryapsiz-da. Bolalarning tarbiyasi haqida gapirishga qanchalik haqliman deb o'ylaysiz, deyapsiz-da. Hatto hech kimga tarbiya berishga harakat qilmaganman. Men shunchaki po faktu gapirganman. Agar qatidadir недоразумение olib keltiradigan qatori bo'ladigan bo'lsa, marhamat, eshitaman. Xo'p, mana shu mavzuga qanaqa qaraysiz? Masalan, men trekni eshityapman, boshqacha tushunyapman, lekin siz umuman boshqa narsani nazarda tutgansiz. Bu normalniy holatmi? Endi misol qarang. Trekimni
misol opisaniyasiga har doim birinchi haligi o'zingizni nima deydi rasmiy manbalaringiz bo'ladi-ku, shunaqa narsalar. Ulardan ham birinchiga har doim birinchi yozib qo'yaman. Чтобы opisaniyani ochmasa ham ko'rinib turadigan yarmi qilib. Ushbu nimani materialni teksti bor. Tekstini o'qib, keyin to'liq xulosa qiling. Ya'ni noto'g'ri tushunib qolishingiz mumkin. Tekstini mana palon adresdan bemalol kirib olishingiz mumkin. Ezadi, tekstini chiroyli qilib yozib qo'yganmiz. Даже tekstida misol yozib turib, qovus ichiga o'sha tushunarsiz joylarni tushuntirib ham yozib qo'yganmiz. Ya'ni ma'nosini, nima deyilgan yoki nima nazarda tutilgan. Чтобы insonga nima deydi, noto'g'ri yetib bormasligi uchun biz qo'limizdan kelganini qilganmiz. Endi agar shunda ham noto'g'ri tushunadigan bo'lsa, demak, u yosh bola. Kichkintoy. Kichkintoy qanaqa qilib bizning kontentimizga kirib qoldi? Ularning o'zini akkaunti bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ota-onasi chiroyli qilib detga akkaunt qilib ochib bergan bo'lishi kerak edi YouTube'da. Nimaga biz rekomendatsiyasiga chiqdik? O'zi sizda auditoriyaning yoshi qanaqa? 18 dan где-то shu 40 lar atrofigacha. 40. Zo'r. Aslvoyim bilan duet bo'lishi kerak edi. Asldan ham so'raganmiz oldingi intervyuda. U hali gaplashmadik, lekin bo'ladi, chunki u yaxshi bola. Men o'zini ham eshitib turaman degan edi. Duet bo'yicha hali hech qanaqa yangilik bo'lmadimi? Duet zapis ham qilib bo'lingan o'sha. Svotka qilinishi qolgan. Bo'ldi. Chiqadi, xudo xolasa, svotkasi tayyor bo'ladigan bo'lsa, uni уже Aslvoyimga jo'natish kerak, chunki men ovozimni yozib turib Aslvoyimga tashlaganman. Keyin yo Aslvoyim Farg'onaga keladi yoki men Xorazmga boraman, videosini syomka qilamiz, chiqaramiz bo'ldi. Bu qanchalik tez bo'lishi mumkin? Bilmadim. Может, ashula indinga tayyor bo'lib qolishi mumkin. Может, hali ham ishlashayotgandir ustida. O'zingizga duetdosh tanlashda nimalarga e'tibor berasiz o'zi? Endi baribir asosan ijrosiga-da. Ijroga. Menimcha hozirgi eng ko'p duetlaringiz Uzmir bilan. Albatta. Xo'p, o'zi sizda qo'shiq qanaqa paydo bo'ladi? Birinchi bit yozasizmi yoki birinchi tekst yozasizmi? Когда как. Masalan, men o'zimga yoqadi emas, ko'pincha harakat qilaman, что bitni ham minusni ham bir xil olib ketishga. Чтобы ikkalasi bir-biri bilan uyg'unlashib yozilib ketishi uchun. Inogda bo'ladi, birinchi bitni yozim kelib qoladi. Muzikani o'zini to'liq qilib, muzikani gapirtirib bo'lgandan keyin unga tekst yozaman. Yoki faqat birinchi tekst yozaman, keyin unga bit. Lekin asosan shu ikkalasini bitta bir xil olib ketishga harakat qilaman. Qaysi biridir qulayroq bo'lgani yo'q, ikkalasi ham bir xil. Yo'q, aytayapman-ku, menga shu ikkalasini birdaniga olib ketish qulay. Chunki minus ideyasi bilan tekst ideyasi bir-biriga zo'r yopishgan chiqadi shunda. Muzika tekst uchun yozilgan, tekst muzika uchun. Sizda ijodiy krizislar bo'lib turadimi? Ijodiy krizis deganda endi tipa ideya kelmasdan nima qilsam ekan, shunaqa narsalarni nazarda. Yo'q, chunki men har doim faqat ideya kelsa yozaman. Faqat konkretno rostdan qanaqadir bir chaqnab ideya kelsa, ana o'shani yozib chiqaraman. Kelmasa, lutchi o'zim majburlab yozmayman. Nima keragi bor? Hozir bu siz asosiy ishingizmi yoki hobbi sifatida qaraysiz? Hobbi sifatida ham emas. Lekin asosiy ishim emas. O'zi asosan nimadan ilhom olasiz? Mana shu ilhom kelgan paytda deysiz, qanaqa paytda keladi yoki nimadan ilhom olasiz? Ilhomni qachon, qanaqa paytda, qanaqa qilib kelishini hech kim hozirgacha bilmaydi. U непредсказуемый aspekt. Keldi. Kelmadi. Qanaqa sharoitda bo'lishingizdan qat'iy nazar kelib qolishi mumkin. Ijod qilaman mana, men bugun ijod qilaman deb o'tirib olib, tayyor kutib o'tiraverasiz, kelmaydi. U по настроению deydimi yoki bilmayman. Hech kim uni majburlab chaqira olmaydi ilhom akani. Treklaringizda boshqa san'at asarlaridan ilhomlangan, masalan, kinomi yoki boshqami? Kino bo'lishi mumkin, rasm yoki umuman boshqa san'at turi bo'lishi mumkin. O'shalardan ilhomlanib yozilgan treklar bormi? Rasm bilmadim, lekin
yoki u Misol, o'shalarga отсылка muzika- qilingan. Muzika, не только muzika, вообще ashula yozishdan oldin ko'pincha shu klassический muzikalar eshitaman. Endi oldin ko'proq klassический muzikalar eshitardim. Endi hozir playlistim ham o'zgarib ketgan deyman. Aha. Endi bor o'sha paytdagi playlistlarim ham turibdi. Endi ular kompyuterda. Hozir endi baba asosan telefondan yengilgina. Mhm. Hozir qanaqa o'zgargan playlistingiz? Playlist xohlasangiz o'qib beraman. Lekin yoqmasa kerak ko'pchilikka. O'qib bering. Qiziq. Tak, Nikol Schizinger taniysizmi? Mhm. Tanimaysizda. American Horror Show bor, Snow White aytgan. Aha. Ace of Base, Happy Nation. Aha. Happy Nation. O'sha Sash Adelante bor, lekin u muzikasi menga o'ta yoqmaydi. Eshitgansiz-a? Sash Adelante. Adelante deydi. Mana Güzel. yoqmaydi buni muzikasi. Prosta shuni videosida raqslar qo'yishganda, Mhm. o'sha raqslar zo'r tushgan xolos. Raqslar bezab bergan bu muzikani. Tushundingizmi? Shuning uchun sketch qo'yganman. Ali nimani indiyalarni Ansi Barabida bor. Aha. O'shanisi. Xullas shunaqa har xil vaqtlardan har xil nimalar, treklar, tushundingizmi? Orasida rep ham bor, rep maslar ham bor, Liga Legend ham muzikalari bor. Zimniy son ko'p. Где-то 200 tadan ko'p. Lekin bularni ham endi bitta o'tirganingizda hammasini eshitib olmaysiz. Aha. Ora-orada prosta anaqa randomizerga yoqib qo'yasiz. Siz adashmasam psixologiyaga ham qiziqasiz. Oldin juda ko'p qiziqardim shunaqa narsalarga. Aha, hozir ham bu bo'yicha qiziqishlar hali ham bormi? Qiziqish bor. Izlanish yo'q. Izlanish yo'q. Ha. To'xtagan prosta. Nimaga bu borada qanaqa savol bormidi? Men so'ramoqchi bo'lganim, qanday qilib odam o'zini haqiqiy menini topadi? Siz topganmisiz o'sha menni odam ichidagi? Mana o'sha o'zligini topish deyapsiz, to'g'rimi? O'zligini deganda aynan nimani tushunyapsiz siz? O'zingizda tushuncha bormi shu narsa haqida demoqchiman? Odam mana o'zligini topish qanaqa bo'ladi? Meni fikrimcha, o'zini qanaqa holatda komfort his qilsa, xotirjam his qilsa, o'zini qaysi versiyasida eng xotirjam his qilsa, mana shu o'sha o'zlik bo'ladi, menimcha. Ya'ni xarakter bu o'zlik demoqchisiz, shunaqami? Aha. Может. Просто samimiylikda, to'g'rimi? Aha. Samimiylik balki o'zini his qilish, ya'ni o'zini qanchalik komfort his qilish, o'zini qanchalik xotirjam his qilish. O'shanda odam o'zligini topgan bo'ladi, haqiqiy menini o'shanda kashf qila olsa kerak, yana ham ocha olsa kerak. Ichidagi alter egosini. Endi hammani o'zligi o'zi uchun как бы individualda. Mhm. Mana o'zlik mana shunaqa qilib topiladi, mana shu o'zlik bo'ladi degan instruksiya yo'q. Aha. Siz o'zingiz topganman deb hisoblaysizmi? Yo'q, hali ko'p izlanishim kerak deb o'ylayman. Ya'ni nima deydi? Bu hayotda o'zi turish bitishi paradoksda. Qancha ko'p narsa bilsangiz, shuncha kam narsa bilgan bo'lasiz. Yana даже demoqchiman, yana shuncha ko'p narsani bilmaysiz demoqchiman. Tushundingizmi o'zi nima demoqchiligimni? Aha. Ruschasiga aytganda, чем больше знаешь, чем bir balolar edi. Aha. Qancha ko'p bilganingiz sari baribir shuncha kam Bilmaganingiz bilganingiz shunchalik ko'p. O'zi inson psixologiyasida sizni eng qiziqtirgan jihat nima bo'lgan? Ong. Ong. Endi bilmayman, psixologiyaga kiradimi, psixologiyaga kirmaydimi, lekin ong g'alati jihat. G'alati. Umuman g'alati. Mana masalan, fikr paydo bo'ldi sizda. Qanaqa fikr? Prosta qo'limni ko'tarish fikri. Qo'lingiz ko'tarildi. Xo'p, shu qo'lingiz ko'tarilishi uchun nima sodir bo'lishi kerak edi? Tipa bilagingiz harakatga kelishi kerak, to'g'ri? Bilagingiz uchun yelkangizdagi paylaringizda bo'yinning oxiri borib xullas miyaga taqaladi. Miyangizda, короче, qaysidir qismi shu buyruq bergan, shuning uchun tsepочка ketgan. Xo'p, lekin fikr o'sha buyruq beradigan joyda paydo bo'lmagan-ku, to'g'rimi? Fikr birinchi nomaterial. Tushunyapsizmi? Nomaterial jihat
materialniy mirga aylanyapti. Ya'ni o'tyapti. Именно o'sha miyani signal beradigan, buyruq beradigan joyidan boshlanishi bo'ladigan bo'lsa, fikr paydo bo'lgan joyidan fikr qanaqa qilib materialniga o'tyapti. O'rtadagi ko'prik nima? Siz bu bo'yicha qiziqib, o'rganib, baribir oxiriga yeta olmagansiz. Oxiriga не то что man, ko'pchilik hech kim yeta hech kim yeta olmagan. Endi olimlar, neyrobiologlar, balolar battarlar hammasi miyani o'rganishadi. Miyani nima deydi? Unaqa yo'l bilan o'rganish iloji yo'q. O'zi 86 milliard neyronlar bor. Ularning svязкалari вообще kvadrillion. Har bittasini o'rganib iloji yo'q. Почти imkonsiz. Ular ham xuddi shu narsani oqtarishadi. Ya'ni o'sha fikr qayerdan paydo bo'lishi. Melanxoliya trekida shunaqa joyi bor. Sabr qil, kezib chiqamiz Parij va Las Vegasini, nega so'rab qo'yishmaydi so'nggi xatim egasini. Bu nega so'rab qo'yishmaydi deganda nega so'rashmaydimi yoki nega har doim so'raverishadi degan ma'noda? Ko'p so'rashardi o'sha paytda. So'nggi xat treklar kimga aytilgan degan narsalar ko'p bo'lardi. O'shanga nisbatan aytilgan qatorida. U kimga atalgan edi o'zi? Hech kim. Просто O'zmer bilan duet qilgan edik, sevgi haqida so'rashgan. Sevgi haqida trek qilganmiz. Men o'ylaymanki, juda chiroyli chiqqan. So'zlari ham o'rtacha emas. O'zi masalan rapda imенно siz eshitsam, nimagadir hamma trek kimgadir atalgandek tuyulaveradi menga. Kimgadir atab yozgan buni yoki ba'zi qatorlar rostdan shunaqa kimgadir atalib ketilar. Lekin unaqa emasmi? Hammasi ham kimgadir atab chiqarilmaydi. Masalan, yo aytibman, hamma qo'shiq eshitaman-ku, qaysidir nimaga отсылка bor bunda degan xayol bo'ladi menda. Balki bu faqat mendadir. Qaysidir kimgadir отсылка bor bunda, kimgadir gapiryapti xuddi shu gapni. Qaysidir artistga, to есть qaysidir artistga. Artistlarga lekin hech qanaqa adovatim yoki xusumatim yo'q. Balki sizdan desam eshitganim uchundir, shunaqa bo'lsa kerak. Balki boshqalarda ham shunaqa fikr bordir. Imенно kimgadir atalgan degan xayol bo'ladi menda. Agar boshqalarda ham shunaqa fikr kimdadir yana bo'ladigan bo'lsa, lutfi mana kommentariyada yozinglar, qaysi qatorga asoslangan holda shunaqa fikrga kelingan. San'atda mualliflik huquqi muhim. Buni siz ham aytib kelgansiz shu paytgacha. Musiqaga pul to'lab eshitish ham xuddi shunchalik muhim. Tushunmaganlarga buni qisqa qilib tushuntirib bera olasizmi? Hozir masalan odamlar musiqaga pul to'lashni boshlasa, aynan nimalar o'zgaradi? Endi bu birinchi o'rinda artistlarga plyus bo'ladi, katta artistlarga plyus bo'ladi. Lekin musiqa doim tekin bo'lib kelganda, endi pulli bo'lishni boshlayapti. Shuning uchun bu narsaga ko'nikib olish hali beri yakuniga yetmaydi. Bilasizmi? Chunki har doim alternativ bo'ladi. Qaqa chiqarmay musiqangiz baribir chiqib ketadi. Nima qilib himoya qilmoqchisiz? Uning uchun yagona bitta nima deydi, platforma qilish kerakki, что avtorskiy huquqlarni himoya qilish kerakki, hamma platforma, dunyodagi hamma platforma unga bo'ysunishi kerak. Shu tomonlama. Buni iloji yo'q. Так что пока нерешаемая проблема. Qanchadir darajada baribir buni hal qilsa bo'ladi o'sha. Masalan, mualliflik huquqi hozir Telegramda ham ancha nima bo'ldi, rivojlandi. Masalan, bemalol требовать qilish mumkin boshqalardan, boshqa kanallardan. Siz bu bo'yicha yozish mumkin Telegram supportga, texpodдержкаga. Ular hozir ancha yaxshi javob beradi tushunishim bo'yicha. Bitta bunda emas, mualliflik huquqi himoya qilinsa, bu narsani bemalol sud orqali ham hal qilishingiz mumkin bo'ladi, masalan O'zbekiston ichida bo'lsa. Shu narsani aytyapman. Sizlarga qanchalik foyda beradi bu degan ma'noda so'rayapman. Foydasi zo'r bo'ladi. Foyda вообще konkretno zo'r bo'ladi. Lekin bunga hali beri hamma ko'nikib keta olmaydi. Hozir lekin artistlar harakat qilyapti albomini sotishga. Sizda ham shunaqa reja bormi?
no, sotish bo'lmasa ham albom yozish, katta albom yozish. Bilmadim, nimagadir albomga qiziqmayman. Aha. Faqat singillar. Albomga qiziqmayman. Klipga ham anaqa qilmaysiz, ko'p e'tibor bermaysiz. Mana oxirgi marta mana shu 2012 degan klip chiqardik. Endi yana xudo xolasa yaqinda klip chiqaramiz. Bu nostalgiya edi. 2012. Oxirgi freestyle'da, Massa bilan bo'lgan freestyle'da 22:55 haqida gapirgan ekansiz. Instagramda ham xuddi shunaqa vaqtni ko'rsatib turgan soat bilan rasm bor ekan. Bu nimani anglatadi yoki nima bilan bog'liq? Bu shu oldindan qo'ygan bizga odat 22:55 skrinshot qilardik. Va shu melanxoliya degan trekimda ham aytib o'tib ketganman. O'sha biz auditoriya ham 22:55 skrinshot qilishga o'tib olishgan. Prosta. Prямой efirda qilaman. Prямой efirda ham hamma bilan birga 22:55 skrinshot qilamiz. Bu prosta emas-da, o'zini tagida nimasidir bor. Lekin uni hech kimga aytmaganman. Buni 3 kishi bilamiz xolos. 5 yildan keyin o'zingiz qayerda tasavvur qilasiz? Bilmadim. Mana shu yo'nalishda oxirgacha ketayotgandek tasavvur qilasizmi o'zingizni? Siz qana o'zingiz не то что o'zingizni, вообще kelajagingizni qanaqa tasavvur qilsangiz ham o'shunaqa bo'lmaydi. Обязательно что-то пойдет не по плану, yoki лучше bo'lib ketadi, yoki хуже bo'lib ketadi. Bu narsa nima deydi, sizni qo'lingizda emas. Xo'p, bu hayot o'zi shunaqa, kimlar ketib, kimlar qoladi. No qoyilmisan, sen bilan faqat telefoning o'ladi. Alligatorda shunaqa qator bor. Sizdan keyin nima qoladi? Siz o'lgandan keyin nima qoladi? No, hech bo'lmaganda shu chiqargan treklarimiz platformada qoladi. No, hech bo'lmaganda, yo'q deganda rasmlarimiz qoladi. Endi paytlar bor edi, anaqa rasmlar bor-ku, fotografiyalar bo'lardi, albom. Endi hozir albomlar eskirgan, hech kim foydalanmaydi почти bu narsadan, hamma elektronniy nimaga o'tgan. Galereyaga. Endi может payti keladi, bu galereya ham eskiradi. Shu paytda ham yana kimdir gapirar, mana oldin galereyalar bo'lgan-ku, telefonda saqlashgan, hozir hech kim foydalanmaydi deb kimdir gapirar, может o'sha paytda ham. Multivselenniyada. Xo'p, bizda rep festivali bo'yicha umumiy savollar bor. Hamma artistga berib chiqyapmiz. Sizga ham bermoqchimiz shu narsalarni hozir. Bu Blitzga yaqin narsa bo'ladi, bemalol kengroq javob berishingiz ham mumkin. Rep siz uchun nima? Bu savolingizga obyektiv javob berishim mumkin, subyektiv javob berishim mumkin. Qaysi biri sizga? Siz uchun deganda baribir subyektiv javob beravermayman. Subyektiv, endi bu o'zim uchun bo'ladi-da, tushunyapsiz? Mana qarang. Primer qilib kosmosni oladigan bo'lsak, masalan, kosmos bo'ladigan bo'lsa, o'sha kosmosdagi har bitta yulduzlar bu san'at turlari, rassomchilik, balobatlar yoki san'atni janrlari desak bo'ladi. Любой bitta san'at topib turib, uni ichidagi janrlar deyishimiz mumkin. O'sha yulduzlarning ichida bitta kvazar degan yulduz bor. O'sha kvazar yulduzini ichida qora tuynuk, черная дыра bor. Shu bir marta uni ta'siriga tushib qolsangiz, qaytib выход yo'q, qaytib chiqa olmaysiz hech qanaqasiga. Mana rep shunaqa narsa. Bir marta rep ta'siriga tushib qolsangiz, uni hech qachon tark eta olmaysiz. Obyektiv javob beradigan bo'lsam, rep bu ritmga solib o'qiladigan she'r bo'ldi. Bu obyektiv javob. Birinchi aytganim bu subyektiv javob. Именно bizga subyektivi qiziq edi. Xo'p, siz uchun O'zbekistondagi eng yaxshi reper? Bilmadim, bu narsani bir kishi aniqlash kerak emas. Bu narsani prosta siz uchun balki ko'proq eshitadigan. Yo'q, bunaqa savolga javob bermayman. Bu narsani lutshi xalq aytgani yaxshi. Dunyodagicha? Dunyo bo'yicha yo'q.
Всегда найдется кто-то лучше, понимаешь? Xo'p, tinglovchi rapni tushunib eshitishi muhimmi? Желательно. Желательно. Endi muhimlikka muhim. Hammani majburlamaysiz-da. Mana shuni tushunib eshit. Bo'lmasa bo'lmaydi. Sen вообще boshqa tushunib qolasan yoki rap senga ta'sir qilmay qoladi. deb o'qitira olmaysiz-da. Hamma xohlagancha eshitadi, lekin желательно tushunib eshitsa yaxshi bo'ladi. Nimani eshitayotganini bilib eshitgan bo'ladi, ya'ni. To'yga chaqirib turishadimi? Ko'p chaqirishadi. Chiqmaysiz? Yo'q. Chiqsam ham juda qimmat narxga chiqishim mumkin, bo'lsa lutf kerak emas. Lutf kerak emas, chaqirmaydi. Tajriba bo'lganmi? Qanaqadir yoqimsiz tajribami? Yo'q, yoqimsiz tajriba bo'lmagan, просто nima deydi? To'yda rep eshitish g'alati. U to'y rep auditoriyasi emas. Shunaqa. Hop, musiqadan topgan birinchi pulingiz qancha bo'lgan? Qo'y, eslamayman. Musiqadan topgan o'zi. Iminni musiqadan topgan edim o'zim musiqadan pul. Birinchisini so'rayapsiz, to'g'rimi? Birinchisida. Unda YouTube bo'lsa kerak. O'sha birinchi kanalim endi monetizatsiyasi yongan paytda. Endi kanal ochgan edik o'shanda. Yo'q, to'xtang. Undan oldin proyekt sotganmiz, ular ham unda вообще sotmayman. Ancha oldin. Balki просто qanaqadir fortepiano chalgandirsiz, qanaqa tadbirda. Ne, pulga emas. Konkurslarda qatnashganman, konsertlarda qatnashganman fortepiano, pulga emas. Eng kattasi qanaqa bo'lgan? Summani musiqadan topgan eng katta pul. Sir bo'lib qolursin. Xo'p, endi asosiy masala yaqinda viloyatlar bo'ylab tur bo'ladi. Bundan oldin ham siz festivallarda chiqish qilgansiz Toshkentda. Buni juda rap muxlislari juda yaxshi eslasa kerak. Bu safar oldingilaridan nimasi bilan farq qiladi festival? Bilmadim, o'zi boshida menga buni как бы konsert deyishdi. Konsert. Может, Toshkentda bo'lmasligidan farq qilar. Viloyatlarda bo'lishi. Hozircha menga ko'rinayotgan farqi. Treklarda farqi bo'ladi. Sizda hozir repertuar aniqmi? Hozir chiqishingiz qanaqa treklar bilan chiqishingiz, nechta trek bilan chiqishingiz? Hali aniq emas. Gazeta 3 ta trek bilan chiqsam kerak. Bittasi plus minus bo'lib turibdi, bilmadim. U o'tadimi, o'tmaydimi nimadan? Как бы tekshiruvdan, lekin o'tsa xursand bo'lardim, shuni aytgan bo'lardim. Tekshiruvdan deganda kim tekshirib beradi? Endi men organizatorga jo'nataman, kimga tekshirtirsa o'zi tekshirtiradi-da. Bilasizmi? Просто eshitilishi qo'pol eshitiladi-yu, netsenzurniy gaplar yo'q, lekin konkretno qo'pol eshitiladi. Как будто netsenzurniy gaplar gapirib tashlayotganga o'xshaydi, so'kinish emas. Просто o'zingiz tushunasiz netsenzurniy nimaligini. Lekin yaxshilab tekstini o'qib qarasangiz, hech qanaqa unaqa narsa yo'q. So'z o'yini ketgan просто. Premyera bo'lmaydimi? Imminni konsert uchun? Muxlislarda aytishyapti, konsertda premyera qiling, yaxshi bo'ladi-yu. Menimcha yaxshi bo'lmaydi premyera. Konsertda premyera qilish kerak emas. Iloji boricha o'sha yangi yozadigan treklarimni ham o'sha konsertda aytadigan bo'lsam, konsertgacha chiqarib qo'yishim kerak. Chunki u konsert haligi nima premyerada miyani bitta joyga qo'yib eshitadigan joy emas-da. Uni uyda eshitgan yaxshi premyerani. Shunda eshitib tushunadi. Birinchi taassurot har doim esda qoladi просто. Bilasizmi? Muxlislar sizlar izohlarda yozib qoldiringlar. Minordan aynan qaysi treklarni kutyapsizlar? Balki albatta o'qib inobatga olishadi. Gullar qabristoni, Beshafqat hayot bilaman. Ishsizlar. Xo'p, mana oxirgi savol. Muxlislar rep festivaliga nima uchun borish kerak? Aynan hamma rep muxlislarimi? Hozirgi o'sha mana shu kim bormoqchi bo'lsa, aynan nima uchun borish kerak? Nima kutyapti ularni? Balki bo'ldi o'sha premyera bo'lmaydi dedingiz, bo'lmaydi. Balki
boshqa narsa kutar. Endi agar men misol za o'zim auditoriyam gapirishim mumkin, lekin boshqalarning auditoriyasi O'zingiz uchun faqat. Endi biz auditoriya nimaga borish kerak? Chunki ko'p so'rashadi, men kam выступать qilaman, davay chiqing, u yoqqa bu yoqqa boramiz, поддержка qilamiz, bunaqa ko'p nimalar bo'ladi. Ну, хотя бы shunga borishlari kerak. Ну, minimum bu, как minimum. Lekin men o'ylaymanki, o'zlarida xohish katta. Chunki ko'p nima deydi? Aktivlik qilishadi bu borada.